Qishki sezonga tayyorgarlik boshlandi. Kotel montaj jarayonidamiz hozir. Xo'p, bu hozir turgan joyimiz kuxnya. Yangi xonalar remont qilib, bu yer kuxnaga ajratishibdi. Bu yerda gazli kotel turadi. O'sha aqlli kotel. Past davleniyada ham yonadigan, past gazda ham yonadigan kotel qo'yiladi. Bu yerda ikkita registr. Bu yerga bitta, tomonda bitta, ichkarida ham bitta. Montajlari ham ichki montaj bilan bo'lyapti, xudo xolasa. Bu yerda mana eski suv montajlari bor ekan. Uni yonidan hozir qo'lni aylantirib kotelga suvlarni ham o'tkazib beramiz. Ishimiz yakuniga yetdi. Va bu yoqda kun ham botdi. Ertalab boshlagan ishimizni mana oxiriga yetdik, xudo xolasa. Bu yoqda registrlar, ichki montaj bilan turbalar osilib ko'rinib yotmaydi. Egasi ko'rmaydi, qabilida ish qilinmaydi, xudo xolasa. Polni tagini ham chiroyli qilib kirib, tor bo'lsa ham imkon darajasida o'zimizga yoqadigan qilib qilindi. Bu yog'i vaqtinchalik 3 ta registr bilan ishlab turgani uchun oddiyroq montaj bilan qo'yib qo'yildi. Bu yerga gaz hali kirmagan, mana ko'rib turibsizlar. Tayyor qilib qo'yildi. Gazlari montaj bo'lgandan keyin ispitanasini ham qilib beriladi. Bu turgan joyimiz kuxnya, hali remontlari oxirigacha yetmadi. Bu yoqda dush, tomondan ham, spalniyadan ham chiqish bor dushga. Kirish ikki tomondan. Bu yerda spalniyada bitta, bu tomonda ovqatlanish uchun joy bor, ayvoni. Mana. Bu ikkita, bu bilan uchta. Albatta bizning manzilimiz Namangan viloyat Mingbuloq tumani. Kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, o'zimiz chiroyli qilib bitkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, cho'tki.